إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alloh subhanahu va taolo butun mavjudotni ichida inson bilan jinni mukallaf maxluq qilib yaratdi. Inson bilan jin toifasi Alloh tarafidan mukallaf bo'lishligi ixtiyori bilan mukallaf bo'lishligi bilan farq qiladi. Hayvonlar o'zining xohlasa ham, xohlashmasa ham majburiy g'arizaga muvofiq hayoti bilan hayot o'tkazishadi. Maloikalar xohlasa ham, xohlashmasa ham ular ham majburiy pokiza hayotlarni o'tkazishadi. Ularni sifatlarini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bayon qildi. Shu bayon qilingan sifatlardan tashqari bo'lishmaydi. Ammo inson bilan jin toifasi hayotining ko'p takrorlaganimizga o'xshagan bir qismida majburiy hayot kechiradi. Boshqa mavjudot qatorida. Bu ko'zi bilan ko'rish, qulog'i bilan eshitish, o'pkasi bilan nafas olish, yuragi qon vazifasini o'tash va jihozlarining o'ziga xos bo'lgan vazifalarni o'tashiga o'xshagan. Oyog'i bilan yurish, qo'li bilan ushlash va hokazolar. Bu hayotining qismida xohlasa ham, xohlamasa ham Allohning yaratgan majburiy qonuni bilan birga shundan tashqariga chiqa olmaydi. Bu tashqariga chiqmasligida u hayvonlar va maloikalar va boshqa mavjudotdan farq qila olmaydi. Insonning mukarram bo'lgan qismi bu yerda emas. Chunki bu majburiy hayot bu. Inson ko'zi bilan xohlasa ham ko'radi, xohlamasa ham ko'radi. Ko'z jihozi o'zininga xos bo'lgan vazifani insonning hech qanday ixtiyori bunga aralashmagan holatda bajara oladi. Quloq a'zosi ham shunday va boshqa jihozlar ham shunday. Qonga xos bo'lgan jihozlar qon vazifasini o'taveradi. Bunda inson ixtiyorli emas, birodarlar. Bu bilan Alloh tarafidan mukarram bo'lishlikda bu bilan farq qilmaydi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi ko'zga ko'rinib turgan yer kurrasidagi inson deb atalgan maxluqni mukarram qilishlikni va ko'zga ko'rinmay turgan jin toifasini mukarram qilishligini xohladi. Ammo insonni jindan farqi shu yerda farqli qilgani mukarram qildi. Bu yer yuzidagi xalifa bo'lishlik vazifasi. Xalifa Allohning xalifasi bo'lishligi. Alloh tarafidan bo'lgan hukmni ijro qiluvchi bu maxluq bo'lishligini Alloh iroda qildi. Bu jin toifasidan o'ziga xos bo'lgan ulug' sifatidir. Shuning uchun Qur'oni Karimda inson bilan jin toifasini mukallaf bo'lishlikda, yakka Allohga ibodat qilishlikda mushtarak bo'lsa, ammo inson odam avlodini alohida mukarramligi bilan farq qiladi. Va laqad karramna bani Adam. Odam avlodini mukarram qildik deb Alloh subhanahu va taolo alohida yod qilyapti. Ammo vazifani o'tashlik qismida, ya'ni yakka Allohga ibodat qilishlik qismida bo'lsa, inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deyapti. Demak, bizning yaratilishimiz behuda bo'lgan emas. Bizning yaratilishimiz o'z xohishimizda hayot o'tkazishlik uchun emas. Bizning yaratilishimizdan tashqari hayotdagi bir zarraning yaratilishligi behuda emas.
Shuning uchun fuqaholar agarda kimda kim biror bir zarrani behuda yaratilgan deb aytsa, kofir bo'ladi degan. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu har bir narsani bir manfaati bor qilib yaratdi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi. Demak biz mukallafmiz. Mukallaf bo'lib bir narsaga, u ibodat. Bu ibodatning tafsiri tavhid, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq biz Allohning buyrug'ini bajarishlikka ma'murmiz. Demak, har bir kishi o'ziga nasihat qilishligi kerakdir, o'zgaga nasihat qilishlikdan ilgari. Har bir kishi o'zining gapirgan so'zi bilan hisob qilinajak ekanligini yaqin bilmoqligi kerak va o'zining e'tiqodiga binoan, so'zi va amallariga binoan hisob qilinajak ekanligini yaqin bilmoqligi kerak. Shuning uchun har bir so'zida haqni maqsad qilmoqligi kerak. Har bir fe'lida haqni maqsad qilmoqligi kerak. Hammasidan ham muhimi e'tiqodida haq e'tiqodni tanlamoqligi kerak bo'lganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmi azalisi bilan bu ummatlarning ixtilof qilishligini bildi. Ularning kelishmovchilik, ba'zi fikrlardagi kelishmovchiliklari hosil bo'lishligini bildi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bu kelishmovchilikda nimaga murojaat qilishligini Alloh o'zi ta'lim berdi. Estaizu billah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khayrun va ahsanu ta'wila. Agar biror bir narsada kelishmasanglar, sizlar Alloh va rasuliga qaytaringlar dedilar. Butun ulamolarning tafsiri bilan mana shu oyatning tafsirida Allohga qaytarish nima? Qanday biz bir narsada kelisha olmasak Allohga qaytaramiz? Mana buni tafsirida ar-raddu ilallohi ar-raddu ila kitabihi dedilar. Allohga qaytarish, Allohning kitobiga qaytarishlik. Var-raddu ila ar-rasul ar-raddu ilayhi fi hayatihi var-raddu ila sunnatihi ba'da mamatihi. Payg'ambarga qaytarishning ma'nosi nima? Payg'ambar hayot bo'lganda payg'ambarni o'ziga bu masalani, kelishmagan masalani murojaat qilish. Payg'ambar vafotidan keyin payg'ambarning sunnatiga, ya'ni so'zlariga, qilgan amallariga va huzurlarda qilingan, boshqa tarafidan qilingan vaqtda xomush bo'lib, rad qilmagan, tasdiqlagan, rad qilmasdan tasdiqlab taqrirlagan sunnatiga qaytarishlikdir. Sunnat 3 narsani o'z ichiga oladi. Bundan boshqa biz shariat ishida kelishmaganimizda boshqa yo'l bo'lishligi mumkin emas. Agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsak, bu juda qattiq bir shart bo'lyapti. Allohga va rasuliga qaytaringlar agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar. Na'udzu billah, Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmasanglar, havoyilarga qaytarasizlarmi, boshqa qilasizlarmi? U narsani, bu oyatlar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan kishilarga. Mana bu narsa agar bilsa mu'min odam uchun juda qattiq bir so'zdir bu. Demak, biz ixtilof qilamiz ekan. Alloh buni ilmi azalisida bildi. Ixtilof vaqtida nima qilishligimizni Alloh bizga bildirdi. Bu Allohga qaytarish, ya'ni Allohning kitobiga, rasuliga qaytarish, hayotlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga murojaat qilish, hayotlardan keyin bo'lsa sunnatlariga murojaat qilish. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'p ixtiloflarning o'zlaridan keyin
ummatlari o'rtasida sodir bo'lishligini xabarini berdilar. Ixtilof bo'lgan vaqtda bu kishi nasihatlarini ayamadilar va aytdilarki, innahu man ya'ish minkum fayara ikhtilafan katiran. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وعضوا عليها بالنواجذ. Sizlarni ichingizda yashaganlaringlar, ya'ni ashabi kiromlarga aytadilar. Ya'ni sizlarni ichingizda yashaganinglar ixtilofning tezda boshlanishligi bilan xabar berdilar. Sizlarni ichingizda yashab umr ko'rganinglar ixtilof ko'radi. Ixtilofni mutlaq aytmadilar. Ko'p ixtiloflarni ko'radi dedilar. Shu davrda ashoblar yashaganlari, uzoq umr ko'rganlarning ko'p ixtilof ko'rishliklari bilan xabar berdilar. Ozmas, ko'p ixtilofni ko'radi dedilar. Ixtilof shu darajada bo'ladiki, ko'rinadigan darajada bo'ladi. Bu juda bir mo'jizotlaridan. Shunda nima qilinglar dedilar. Aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, odamlarni ko'pi nima qilyapsa shuni qilinglar dedilarmi? Yo'inki har bir zamon o'zini ahliga qarab turib ish qilsin dedilarmi? Yo'inki Mavaraun Nahr alohida bir shetni ulamolarga qarasin dedilarmi? Yo'inki maxsus bir diyordagi ulamolarga qarasin dedilarmi? Nima dedilar? Fa'alaykum bisunnati, mening sunnatimni o'zingizlarga lozim tutinglar dedilar. Va sunnatil xulafa'ir roshidin al-mahdiyyin. Umuman xulafolarga qaytib qo'ymadilar. Mana bu so'z birodarlar, bir fikrlaylik biz. Har bir so'zlarini tekshiraylik. Xulafolarning sunnatini ushlanglar demadilar. Ya'ni mendan keyingi xulafolarni deb qo'ymadilar. Xulafa'ir roshidin al-mahdiyyin. Xulafa'ir roshidin deb ham qaytib qo'ymadilar. Al-mahdiyyin dedilar. Roshid, mahdiy bo'lgan mendan keyingi xalifalarning sunnatini ushlanglar dedilar. Xilofatni ko'pchilik yaqin davrlargacha davom etgan deb da'vo qiladi. Biz bu da'voga qarshi emasmiz. Xilofat Turkiya diyorlarida uzoq, ya'ni davrlargacha xilofat davom etgan. Biz bu fikrga xilofatning davom etishligida qo'shilamiz. Ammo bularning yo'liga ergashishlikda qo'shilmaymiz. Chunki Rasul sallallohu alayhi va sallamning mana bu so'zlari mo'jizotlaridanki, mendan keyingi nomi xalifa bo'lgan odamlarning sunnatiga ergashinglar demadilar. Balki aytdilarki, xulafa'ir roshidin al-mahdiyyin min ba'di, mendan keyingi roshid, mahdi, hidoyatli xulafolarning yo'liga ergashinglar dedi. Tamassaku biha. Bular albatta Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Khattab, Usmon radhiyallohu anhu va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu, xulafoi roshidinlardan Umar ibn Abdul Aziz, mana bu kishilarning sunnatlarini mahkam ushlashlikka ma'murmiz. Yana Alloh o'zi bilgan xalifalarni yo'llarini ushlashlikka ma'murmiz. Demak, tamassaku biha, mahkam ushlanglar. Oziq tishlar bilan bu sunnatlarini mahkam ushlanglar dedilar. Oziq tish bilan ushlashlik bu mahkam ushlashlikdan kinoya. Chunki oziq tish bilan ushlangan narsa mahkam ushlanadi.
avvalgi tishlar bilan ushlangan narsa bo'sh ushlashingdan kinoya. O'zi tish bilan ushlangan narsani sug'urib olish ham oson emas, lekin oziq tish bilan ushlangan narsani chiqarishlik mumkin emas. Shuning uchun ham polvonlar ham toshni oziq tishiga ipni mahkamlashib turib ko'tarishadi. Shunchalik og'ir narsani ham qo'yib yubormaydi. Ya'ni sunnatni ushlashlik shu pahlavonlar ko'tarayotgan toshdan ham og'irdir, birodarlar. Kim sunnatni mahkam ushlasa haqiqiy pahlavon bu. Chunki bu sunnatni yo'qotishlikka qarshilik nihoyatda bo'lgan kuchlar ko'pdir bu. Shuning uchun oziq tish bilan ushlanmasa, ko'p sunnatga amal qilgan odam oldingi tishi bilan ushlaganligi uchun tez kunda u sunnatlarni o'zidan yo'qotayotganligini ko'rasiz. Bu oziq tishi bilan ushlamagan kishilardir bu. Balki tishiga qistirib qo'yishgan xolos. Mana bu narsani biz bilaylikki, va iyyakum va muhdathatil umur dedilar. Paydo qilingan narsalardan cheklaninglar dedilar. Chunki hamma bid'at zalolatdir dedilar. Zalolat nima? Xo'p, zalolat bo'lsa nima? Va kullu dalalatin fin-nar dedilar. Har bir zalolat jahannam o'tida dedilar. Alloh subhanahu va taolo o'zi kechirmasa, bizning hollarimizni, bizning qilayotgan juda ko'p amallarimiz, birodarlar, bid'at, zalolat, mana bu narsa o'tga olib boradi dedilar. Chunki Rasul sallallohu alayhi va sallam bu narsadan juda katta miqdorda ogohlantirdilar. Takror aytamiz. Xilof bo'lgan vaqtda zamonga qaranglar dedilarmi? Yo'inki shu o'zingizlar yashayotgan diyorni qarab ish qilinglar dedilarmi? Yo'inki maxsus bir olimlarni shu davrdagi olimlarga qarab ish qilavringlar dedilarmi? Yo'q. Demak, bu narsa mizojiy masala emas, vojib masala. Alloh rasuliga qaytarish. Demak, kelishmagan vaqtda Allohning kitobiga, rasulining sunnatiga qaytarish. Xulafoi roshidin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari va xulafoi roshidin al-mahdiyyin bularning sunnatlariga qaytarishlikdir. O'tgan sahobalarning yo'liga va hamda tobiinlarning yo'liga, musulmonlarning imomlarining yo'liga qaytarishlikdir, birodarlar. Bunga ko'p qarshi bo'lgan odamlarni e'tiborga olmaslikdir. Takror aytamiz, birodarlar. Bunga qarshi bo'layotgan odamlarning ko'p bo'lishligini e'tiborga olmaslikdir. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "I'rifil haqqa ta'rif ahlihi. Wa haka ya fulan, innal haqqa la yu'rafu bir-rijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlihi." Ali ibn Abi Talibga bir kishi haq to'g'risida e'tiroz bildirib gapirgan vaqtida, "Voy haq dedilar, qurib ketgur dedilar, falonchi haq odamlar bilan tanilmaydi. Falonchi qilayotganligi uchun haq bo'lmaydi bir narsa" dedilar. Haqni avval tani. Odamlarni bir chekkaga qo'yda, haq nima ekanligini, bir masalada haq nima ekanligini bilgin, keyin haq ahlini keyin tanigin. Haqiqatda haqni oldin o'rganing, bu haqni qilayotgan odam haq ahli bo'ladi. Agarchi u odamlar o'rtasida e'tibori yo'q bo'lsa ham. Ammo haqni oldin o'rganmasdan odamlar bilan tanisiz, unda haqni siz tanimagan bo'lasiz. Bu Alloh rasuli tarafidan kelgan so'z, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan amal, bu narsalar haqdir. Biror kishi haqni tark qilsa, bilingki mutakabbir bo'ladi shada. Hadis shariflarda la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Kibrdan zarra og'irligicha kibri bo'lgan, qalbida kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kim haqqa unamagan bo'lsa, albatta haqni unamagan odam mutakabbir bo'ladi, kibrli odam bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kibr haqida gapirganlarda bir kishi aytdilarki, "Ya Rasululloh, men mana ko'rib turibsizki, menga Alloh subhanahu va taolo qaddi qomat va jamol go'zallik bergan. Men libosimni, birovning libosi menikidan ortiq bo'lishligini xohlamayman. Shu libosim hamma narsam ortiq tursa kiyimda. Shu kibrmi?" deganlarda, "Yo'q" dedilar.
Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh chiroylidir, chiroylilikni yaxshi ko'radi dedilar. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas dedilar. Kibr haqni rad qilish dedilar. Haq bo'lganda unamaslik dedilar. Va odamlarning ixtiyorida yo'q bo'lgan sifatlarni ayblashlik dedilar. Misol bir kishi ozg'in, bu odamni ozg'in deyish. Bir odam masalan ixtiyordan tashqari sifatlar bor, pastak, mana bu odamni kamsitish, mana bu narsa ixtiyordan tashqari bo'lgan sifatlar bilan kamsitishlik bu kibr dedilar. Demak, birinchisida batarul haq dedilar, haqni rad qilishlik kibr dedilar. Mana bu narsani bilaylikki, haq kelgan vaqtda buni qabul qilmaslik kibrdir. Bu kibr shak shubha yo'q bunda. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Qalbida misqoli zarra kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi. Bu meni so'zim emas, yo bir ahli ilm odamning so'zi emas, bu Muhammad alayhisalomning so'zidir. Shuning uchun haq kelgan vaqtda qabul qilishlikka odatlanmoqlik kerak. Bu juda zaruriy, muhim masaladir. Amr ibn Maymun al-Awdi aytadilarki, sahibtu Muazan fama faratuhu hatta la raytuhu fi turab bi-Sham. Muaz ibn Jabal bilan birga bo'ldim. U kishini Shomda tuproqqa ko'mgunimcha ajralganim yo'q. Doim birga bo'ldim. Keyin bu kishidan keyin odamlarning eng faqihlari bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud bilan birga suhbatdosh bo'ldim. U kishidan aytganlarini eshitdimki, alaykum bil jamoa. Jamoatda lozim tutinglar. Fa inna yadallohi alal jamoa. Allohning qo'li jamoat ustida deganlarini eshitdim. Va yana eshitdimki, bir kun shunday deganlarini sayali alaykum wulatun yu'akhiruna as-salata an mawaqitiha fasallu as-salata limiqatiha fa hiya al-fariida wa sallu ma'ahum fa innaha lakum nafila. Sizlarga kelajakda shunday valiylar bo'ladiki, peshvolar namozni vaqtidan ta'xir qiladigan. Namozni vaqtidan ta'xir qiladigan valiylar bo'lganda biz qaniydi deymiz. Ish qilib namoz o'qiyapti-yu deb. Ogohlantirdilar. Namozni vaqtidan ta'xir qilib o'qiydigan valiylar bo'ladi dedilar. Namozni tark qilib mutlaqo namoz nimaligini bilmaydigan valiy deganlari yo'q. Namozni vaqtidan ta'xir qiladigan valiylar balosiga giribtor bo'ladilar dedilar. Shunda namozni nima qilaylik deganlarda namozni vaqtida o'qinglar dedilar. Bu namozni vaqtida o'qishlik farz. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namozni vaqtida o'qishlik farz dedilar. Endi vaqtida o'zingizlar tanson namoz o'qib turib, ular bilan birga ham namoz o'qinglar. U keyingi o'qigan namozinglar nafl bo'lib qoladi sizlarga dedilar. Avvalgi so'zlarida jamoatni lozim tutinglar. Allohning qo'li jamoatda dedilar. Keyin namozni ta'xir qiladigan valiylar sizlarga bo'lganda namozni sizlar vaqtida o'qinglar, bu farz. Namoz keyingi o'qigan namozinglar nafl bo'ladi dedilar. Shunda men aytdimki, ya ashabi Muhammad, ma adri ma tuhaddithuna. Ey Muhammad alayhisalom ashablari, nima deb gapiryapsizlar? Men bilmay qoldim. Qolamada Abdulloh ibn Mas'ud so'radilarki, nima? Qultu ta'muruni bil jamoa va tahudduni alayha, thumma taqulu salli as-salata wahdaka wa hiya al-fariida wa salli ma'a al-jamoa wa hiya an-nafila. Meni jamoatga buyuryapsiz avvalda. Jamoatga targ'ib qilyapsiz. Keyin bo'lsa namozni tanho o'qigin, yolg'iz o'qigin bu farz, keyin jamoat bilan o'qigin bu nafl bo'ladi deyapsiz. Bu qanaqa deb tushundik? Shunda aytdilarki, ya Amr ibn Maymun, qad kuntu azunnu annaka min afqahi ahli hadhihi al-qarya, atadri ma al-jama'a? Qultu la. Qala inna jumhura an-nas qad faraqu al-jama'a. Al-jama'a ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. Amr ibn Maymun dedilar. Men seni mana shu shaharning eng faqih olimlaridan deb gumon qilib yurardim. Jamoat nima ekanligini bilasanmi dedilar.
Men aytdimki, yo'q. Odamlarning ko'pchiligi jamoatdan judo bo'lishdi. Jamoat haqqa muvofiq bo'lgan odamlarni jamoat deydilar. Agarki tanho bo'lsang ham, bitta bo'lsang ham haqqa tursang, sen jamoatsan dedilar. Naim Hammad rahimahullohdan rivoyat qilgan ekanlar: "Idza fasadatil jamo'a fa alayka bima kanat alayhi al-jama'a qabla an yafsudu. Va in kunta wahdaka fa innaka antal jama'a hina idin." Agar jamoat qosid bo'lib buzilsa, sunnatlarga xilof ishlarni qiladigan bo'lsa, sen endi bu buzilishdan ilgarigi jamoat nimada bo'lgan bo'lsa, shu yo'lni tutgin. Shunda jamoat bilan birga bo'lasan. Jamoat degani birodarlar, bu bir to'p odamlar degani emas. Jamoat degani haq bilan bo'lgan kishilar. Agar biz turgan diyorda, biz turgan davrda sunnatga amal qilgan odam bo'lmasa, hamma yoq bid'at bo'lsa, fasod bo'lsa, bizdan fasod bo'lish kimlar ular? Ashoblar ularga yaxshilik bilan ergashganlar. Mana bizning jamoatimiz. Abu Dardo roziyallohu anhu oilalarni oldilariga kelgan ekanlar. Shunda afsus yetkazdilar. Shunda g'amgin Abu Dardo roziyallohu anhu sahobalardan birodarlar. "Law kharaja Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ilaykum ma arafa shay'an mimma kana alayhi huwa va ashabuhu illa as-salah." Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarning oldingizga hozir tirilib chiqib kelganlarda, o'zlarining yashagan va ashoblar bilan birga yashagan islomdan shu namozdan boshqa narsani ko'rmagan bo'lardilar degan ekanlar. Bu kishi sahoba birodarlar. Huzayfa ibn al-Yamani radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, bu kishi oq toshlardan bir hovuchni olgan ekanlar qo'llariga, kaftlarga qo'yib turib, mana bu din dedilar, xuddi mana shu oppoq toshning yorug'ligiga o'xshagan yorug'i dedilar. Keyin bir hovuch tuproq oldilarda, shu hovuch qo'llarda turgan bir hovuch toshni ustiga tuproqni sekin to'ka boshladilar va oq toshni ko'mdilar. Ko'mib aytdilarki: "Vallazi nafsi biyadihi la yaji'anna aqwamun yadfununa hadha ad-din kama dafaltu hadhihi al-hasa wa la taslukunna طريق الذين كانوا قبلكم حذر القذة بالقذة وحذر النعل بالنعل." Aytdilarki, shunday odamlar keladiki, dinni ko'mib bekitib tashlaydi, xuddi mana bu toshni tuproq bilan ko'mib ko'rsatganimga o'xshagan dedilar. Va ilgarigi ahli kitoblarning yo'liga xuddi sizlar mana shunday oyoq kiyimi ikkinchi oyoq kiyimiga barobar kelgandek o'tgan ahli kitoblarning yo'liga yurib ketasizlar dedilar. Mana bu so'zlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirgan so'zlarni Huzayfa ibn al-Yamani ogohlantiryaptilar. Ya'ni shunda ahli kitoblar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hadis bilan ashabi kiromlarni ogohlantirganlarda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadra al-qudrati bil qudra, ya'ni sizlar o'zingizlardan ilgari o'tib ketgan kishilarning yo'llariga xuddi oyoq kiyim bir poya ikkinchisiga barobar bo'lgandek ergashib ketasizlar, xuddi bir xil bo'lib qolasizlar dedilar. Qolu al-yahud va nasara, yahud bilan nasoralarni aytyapsiz ya Rasululloh deganlarda, qola faman degan ekan. Kim aytyapman bo'lmasa degan ekan. Yahud nasoralarning yo'liga kelib ketasizlar. Mana bu narsani biz tekshirib ko'radigan bo'lsak, birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ahli kitoblarni, ya'ni yahud nasoralarni aybladi. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi dedi. Ular Allohning kalomlarini, kalimalarini o'rnidan boshqa joylarga ishlatishadi dedilar. O'zgartirishadi dedilar. Mana bu so'z bilan ogohlik Qur'oni Karimda yahud nasoralarni Allohning kalimatlarini o'zgartirishlik bilan ayblandi. Nima uchun? Yahudlar zinokor erkak va ayolni turmush qilgandan keyingi zinokor ayol va erkakni toshbo'ron qilishlik hukmini o'zgartirishgan. Tushunarlimi?
ular toshbo'ron qilishlikni yo darralab qo'yishlik bilan yoinki boshqa bir azoblar bilan o'zgartirishlikka shu narsaga o'zgartirishgan. Tushunarlimi? Ya'ni odatda turmush qilmagan ayol yoinki erkak bu agar zino qiladigan bo'lsa darra bilan uriladi, 100 darra uriladi. Ammo turmush qilgan bo'lsa-chi toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Shu toshbo'ron qilishlikni o'zgartirganligi uchun ular bu hukmni boshqaga, ya'ni turmush qilmagan holatdagi 100 darraga o'zgartirishganligi uchun Alloh subhanahu va taolo Allohning kalimasini o'rnidan boshqa joyga o'zgartirishadilar deb ularni ma'lumot qildi. Musulmonlarchi? Musulmonlarni ko'rilsa endi hozirgi vaqtda Allohning hukmlarini mutlaqo ishlatmaganlarning holi bu yahud nasorolarning holatidan yomon bo'lib ketgan. Alloh subhanahu va taoloning hukmi qayerda qoldi? Mana bu narsani bilar ekanmizki, Alloh subhanahu va taoloning hukmlarining yo'q bo'lib ketishligiga bu musulmonlar hayoliga ham keltirmaganligi mana bu va'id ularning yahud nasorolarning yo'liga ergashib ketganlik bo'lmasdan nima bo'ladi? Shuning uchun ham biz har bir narsada takror aytamizki, Alloh rasuliga qaytarishlik hukmini mukammal bilmoqligimiz kerakki, o'zimizning o'rtalarimizda ixtilof bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo ilmi azaliy bilan bildi. Shuning uchun ham o'zining kalomida fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummat o'rtasidagi ixtiloflarning ko'p bo'lishligini xabarni berdilar. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katiran. Ko'p ixtilofotlarni ko'radi dedilar. Va shunda nima dedilar? Ko'pchilikka qaranglar dedilar. Takror aytamiz. Yo'inki ashi Mawra'ul-Nahr alohida bularning shu yerda alohida hukm topib olasizlar dedimi? Dedilarmi? Yo'q. Fa'alaykum bi sunnati va sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha va 'addu 'alayha bin nawajih. Mana bu so'z meni sunnatimni mahkam ushlanglar va xulafolarning sunnatini deb qo'ymadilar. Xulafoi roshidin al-mahdiyyin. Takror aytamiz, xulafolar degan vaqtida xilofatning yaqin davrlargacha ham kelganligini da'vo qilinadi. Biz bu da'voga qarshi emasmiz. Ammo ushlashga kelgan vaqtda xulafolarning hamma yo'lini ushlamaymiz. Chunki qayd qilinyaptiki hadisda xulafoi roshidin al-mahdiyyin deb qo'yilgan. Mana bu narsa bizga mukammal bo'lmoqligi kerak. Men shu darsni oxirini shu masalalar bilan tugatmoqchimanki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyingi sahobalar o'zlarining davrlarini o'tashganlardan keyin hatto bu keyingi fuqaholar alohida fiqh kitoblarida murtad hukmi deb alohida boblar ajratishdilar. Shu boblar shunga dalolat qiladiki, fuqaholarning daqiq bir qaraganliklariga, ya'ni bir kishi iymon va islomni da bo'lib va shu iymon va islom hukmlarini qilib yurib, dindan chiqib qolishligi mumkin bo'lgan so'z va amallar borligiga dalolat qiladi. Mana bu narsalarni ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Kufr Qur'oni Karimda zikr qilingan gunohlarning birinchisidir. Sura Baqarada Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomini avvalida muttaqillarning sifatlari bayon qilingandan keyin bevosita birinchi katta gunoh bo'lgan kufrni zikr qildi. Innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mana bu oyat kufrning eng katta gunohni o'zining kalomida birinchi zikr qildi. Kufr lozim bo'lib qoladigan boshqa turlar borki, bularni ba'zilarini men ogohlantirib o'taman. Kufr ba'zilari bu turlari Alloh subhanahu va taologa bog'lanadi. Ya'ni Allohni inkor qilishlik bilan kofir bo'ladi. Allohning sifatlarini inkor qilishlik bilan kofir bo'ladi.
Ba'zilari Qur'oni Karimga bog'lanadi. Qur'oni Karimni Allohning kalomi ekanligini inkor qilsa kofir bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning kalomini hozirgi davrga endi mos kelib bo'lmay qoldi desa kofir bo'ladi. Kufr Allohning nozil qilingan kitoblarga ham taalluq topadi. Agarda kim o'tgan Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga kitoblarni nozil qilgan kitoblarni inkor qilsa kofir bo'ladi. Kufrning ba'zi turi Nabiy sallallohu alayhi va sallamga taalluq topadi. Boshqa payg'ambarlarga, maloikalarga, mana bularga taalluq topadi. Agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oxirgi payg'ambarligini inkor qilsa, bu kishiga taalluq topgan, ya'ni oxirgi payg'ambar degan sifatlarni inkor qilsa kofir bo'ladi. O'tgan payg'ambarlarning Qur'onda xabar berilgan payg'ambarlarning payg'ambarligini inkor qilsa kofir bo'ladi. Maloikalarni Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida yod qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu maloikalarni bizga xabarni berdilar. Iymonning rukni maloikalarga ishonishlik bo'ldi. Amantu billahi va malaikatihi bo'lib, bu kim Allohning farishta maloikalarini inkor qilsa kofir bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa taalluq topgan kufrning turlarini biz bilmoqchi bo'lsak, Alloh subhanahu va taologa loyiq bo'lmagan sifatlar bilan Allohni sifatlasa kufrdir. Misol qilib aytganimizda Allohni mahluqotdan biror narsaga o'xshatdi. Yo'inki Allohning sifatlarini nafiy qildi. Yo'inki Allohni biror bir narsaga hulul qilgan dedi. Hululiyya hozirgi vaqtda juda ko'p bu hululiyalar ko'proq tasavvuf fikrlarda mavjuddir, birodarlar. Hululiyya ya'ni bu barahmanlarda ham bordir. Hululiyya Allohning biror bir narsaga hulul qilgan deb e'tiqod qilishligi bilan kofir bo'ladi. E'tiqod qilsaki Alloh subhanahu va taoloni biror bir jism deb e'tiqod qilsa kofir bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning avvalda aytdiki, sifatlarini inkor qilsa kofir bo'ladi. Yo'inki juz'iyatlarni bilmaydi desa, mayda narsalarni bilmaydi desa kofir bo'ladi. Yo'inki Alloh subhanahu va taoloning ismlaridan bir ismni Asmaul Husnolardan Allohning kalomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bayon qilgan hadislarda Allohning ismlari mavqufi, faqat Allohning kalomida yod qilingan ismlarni biz Allohga isbot qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan ismlarni isbot qilamiz. Mana shu ismlardan birortasini masxara qilsa kofir bo'ladi. Allohning buyruqlaridan biror buyruqni masxara qilsa kofir bo'ladi. Allohning vaidi, jahannam bilan qo'rqitgan vaidlarini yo'inki jannat bilan xabar bergan xabarlarini masxara qilsa kofir bo'ladi. Yo'inki Allohning vaidini, ya'ni jahannamni yo'inki jannatni inkor qilsa kofir bo'lganga o'xshagan. Allohdan boshqaga sajda qilsa kofir bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni so'ksa kofir bo'ladi. Agarki Alloh subhanahu va taoloning farzandi yo ayoli bor desa kofir bo'ladi. Mana bu endi hammasidan ham muhim bo'lgan narsa, Allohning ibodatida, Allohga ibodat qilishligida biror bir narsani, xalqidan bir narsani nima-yu kim bo'lishligidan qat'iy nazar ibodatda sharik qilsa mushrik bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi bu shirkni. Biz takror aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'tgan payg'ambarlar xalqlar bilan o'rtalaridagi bo'lgan husumat Allohning vujudida emas edi. Ular Allohni bor deyishardi. Allohni yo'q deydigan kofir bu nodir surat deydi. Va ma yuhlikuna illa dahr degan dahriylar juda nodir surat deydi. Allohning vujudini inkor qilgan kofir taqriban 300-400 yilda bo'ldi unaqa kofirning vujudga kelganiga. Allohni bor deyishardi. Alloh subhanahu va taoloning xoliqiyat sifatini isbot qilishardi. Mushriklar, ya'ni va la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah.
koinot yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deyshadi. Allohning roziqiyat sifatini inkor qilishmasdi, isbot qilishadi. Qul ma yarzuqukum minas samai val ard. Koinot yerdan sizlarga rizqni kim beradi desa, Alloh deyshadi. Amma yamliku sam'a val absar. Eshitish va ko'rish a'zolarini moliki kim desa, Allohning mulkiyatini ham isbot qilishadi. Alloh deyshadi. Va man yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy. Tirikdan o'likni, o'likdan tirikni kim chiqaradi desa, Allohning muhyi sifatini, mumit sifatlarini hammasini isbot qilishadi. Va man yudabbirul amr. Koinot yerni kim boshqaradi desa, fasayaquluna Alloh. Alloh deyshadi. Ya'ni rububiyat. Koinot yerni yaratishlik emas, balki rububiyatni ham tan olishadi. Nima uchun bu sifatlarni isbot qilishlik ularning islom safiga olib kira olmadi? Ular musulmon sanalmadi. Ular Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'ldagi kishilardek e'tibor qilinmadi. Ular bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtasida husumat bo'ldi. Bu husumat jihodga olib bordi. Demak, bu husumat Allohni takror etamiz, vujudida yo xoliqligida yo Rabb ekanligida yoinki muhyi, mumit, mudabbir bu sifatlarda bo'lmadi, balki uluhiyat sifatida husumat ketdi. Ya'ni Allohning yakka ma'bud degan e'tiqodda e'tiqod qilishmasdi. Allohga ibodat ham qilishardi, lekin Allohga qo'shib boshqa narsaga ham ibodat qilishardi. Shuning uchun ular mushrik bo'ldi. Shuning uchun islom safiga kirish olmadi. Shuning uchun payg'ambarlar bilan ular o'rtasida husumat barpo bo'ldi. Bu husumat hech qachon bir-biri bilan agar shirkdan voz kechishmasa bog'lanmaydigan husumat edi. Shuning uchun biz mana bu yerda tushunmoqligimiz kerakki, shayton inni axofulloha robbil alamin dedi. Robbil alamin ekanligini tan oldi shayton. Mana bu narsa shuning uchun biz o'rtamizda ma'lum bo'lishi kerakki, Allohning uluhiyat sifati, ya'ni yakka ma'bud degan sifatida agar biz tan olmas ekanmiz, hech qachon bu tavhid ahlidan bo'la olmaymiz. Shuning uchun mana bu joyda biz takror qilamiz, agar bir Alloh subhanahu va taolo yaratgan bir zarra kichkina narsani, bu narsa abas ma'nosiz yaratilgan, foydasi yo'q desa ham kofir bo'ladi. Agarchi shu odam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yurgan, odam bo'lib turgan, namoz o'qigan, roza tutib yurgan odam mana bunday yuqoridagi aytilgan narsalarni agar so'z bilan yoki shu kufrga sabab bo'ladigan amallarni qilishligi bilan dindan chiqadi shunda. Ibodat turlarini yana qaytarib o'tamiz. Ibodat namoz. Namozni faqat Allohga qilinadi. Bu ibodat turlaridan xashiyat, tazarru bilan qo'rqishlik. Bu albatta Alloh subhanahu va taolodangina qo'rqiladi. Fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Ba'zi o'rinlarda. Xavf Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Fala takhafuhum in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ibodat turlaridan bittasi tavakkul. Bu banda o'zining ishini Alloh subhanahu va taoloning o'ziga, shariki yo'q bo'lgan Allohga o'zi suyashlikdir. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Allohgagina mu'minlar tavakkul qilsin. Va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Mana bu oyatlar ibodat turlaridan takror aytamiz, yana biror bir hayvonni so'yishlik. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lahu va bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Demak, isti'ona ibodat turlaridan. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Abdulloh ibn Abbosga Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Idza sta'anta fasta'in billah va idza sa'alta fas'alillah." Mana bu hadis shariflar bizga dalolat qiladiki, bu amallar ibodat, bularni faqat Alloh subhanahu va taologa qilmoqlik kerak. Agar bu amallarda biror bir Allohdan boshqani sharik qilinsa, mushrik bo'ladi. Shirk amali sodir bo'lishligi bilan bandaning amali habata bo'ladi. Ulamolar o'rtasida ixtilofliki, Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytganlarki,
amalning savobi habat bo'ladi-yu, amalni asli qoladi deganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhi Abu Hanifa rahimahulloh amalning tubdan botil bo'ladi. Ya'ni hajam boshqa qilishlik kerak bo'ladi. Butun amallar takrorlanadi. Nazr, bu nazr takror etamiz. Bu nazr Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilinadi. Man zabaha li g'ayrillah fa alayhi la'natulloh. Mana bu hadis sharif. Kim Allohdan boshqaga nazr qilsa, Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Inson agar shirk amali undan sodir bo'ladigan bo'lsa, kechasi turib yig'lab, kunduzi nafl ro'zalar tutib turib Alloh subhanahu va taolo xohlasa kechiradi, xohlasa azob beradi. Lekin azobiga yarasha jazo olgandan keyin albatta najotning umidi bordir, tavhid ahlidan bo'lsa. Ammo tavhid ahlidan bo'lmasa, har qancha ko'rinishdagi amalining ko'p bo'lishligi unga najotiga sabab bo'la olmaydi. Uni Alloh hech qachon kechirmaydi. Mana bu e'tiqodot bizning ahli sunna va jamoa e'tiqodoti shudir, birodarlar. Bundan boshqa narsalar, takror aytamiz, ko'pchilikning qilishligi bizni mag'rurlantirmasligi kerak. Ko'pchilik bizni e'tiqodimizda ahli sunna va jamoa e'tiqodida. Kimlar? Ahli sunnalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari va u kishiga ergashgan xalifalarning sunnatlarini ushlagan kishilar ahli sunnat. O'zini ra'yini olgan kishilar bular mutlaqo ahli sunnat bo'la olmaydi. Bu yerda so'rablarki, azob va qabr haqida bu yaqin dalil sobit bo'lmagan deydi ba'zilar. Shu nima deb javob qilamiz deyaptilar. Shunday aytgan bo'lsa, ahli sunnat yo'lidan chiqib bo'ladi. Chunki azob va qabr haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va yusabbitillohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil oxirah oyatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam azob va qabr haqidagi hadisni keltirdilar va shu oyatni shu o'qib qo'ydilarki, shu azob va qabrga isbot deb. Fil oxirah oxiratdagi Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni kalima toyyibada mustahkam qilishligi, bu qabrdagi mustahkam qilishligi dedilar. Bu azob va qabrni inkor qilgan jamoalar, bular hizbiy harakatdagi jamoalardir. Biz ulardan pokmiz, ulardan emasmiz. Bizga sunnatga ergashinglar va xulafoi roshidinning mahdiyyin, mana bularning yo'liga ergashinglar dedilar. Biz shularga ergashamiz. Biz Rasul sallallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'llari shu deymiz. Kim buni qat'iyati subut bilan sobit bo'lmagan desa, sahih hadislarni inkor qiladi. Biz ahli sunna va jamoa sahih hadislarni isbot qiladi. Menda birodarlar, bunday savollarni berishlik shubha qalbiga kirib qolayotgan, iymoni zaiflashayotgan odamning savolidir. Biz aytilyaptiki, juma kuni o'lgan ayolga shanba kuni janoza o'qilsa qaysi kuni hisob bo'ladi deb savol qilingan. Hisob qabrga kirgandan keyin hisob bo'ladi. Biz unaqa narsalar bilan bahs qilmaymiz. Biz oxirat ishlarini faqat nas sobit bo'lgan narsani isbot qilamiz. Aqlimiz bilan bu haqda o'ylanishlikdan biz pokmiz, ya'ni aqlimiz bilan bu narsani isbot qilmaymiz. Nas bo'lgandan keyin albatta uni isbot qilamiz. Oxirat xabarlari bizga nas bilan sobit bo'lgan. Bizda tahorat qilayotgan vaqtda birodar, tahoratni sunnatlashga bismillah deb shu sunnatga muvofiq tahorat qilamiz. Bunda gapirmaslik tahoratni buzmaydi hech qachon. Tushunarlimi? Buni hech qanday bir savol qilib gapirsa buziladi. Bismillah deb boshlaymiz tahoratni. Shu buyurilgan buyruqlarni qilamiz, shundan bilan tahorat kamol bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bir istilar duo qiling dedilar. Onalarimiz betob dedilar. Hamma bemor ahli islomga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin. Ahli islomlarning, ahli sunna va jamoat e'tiqodidagi kishilarning ishiga Alloh taolo najot bersin. Alloh taolo shirkni zavolini ko'rsatsin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمِ حوزة الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.